Qo'qon shahrida Gentra rusumli avtomashinadan topilgan ko'p miqdordagi kuchli salbiy ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasi bilan shug'ullangan shaxsning niyati o'zi nima edi? Yengimidagi shalvarni chap cho'ntagida bir dona oq qizil rangli dori vosita. Tarkibida kuchli salbiy ta'sir qiluvchi psixotrop, narkotik yoki zaharli moddalar bo'lgan dorilar jismoniy va ruhiy tobelikni keltirib chiqaradi. Jigar, buyrak va asab tizimiga jiddiy zarar yetkazadi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida mazkur dori vositalari ta'sirga tushib, o'z kelajagini barbod qilayotganlar borligi achinarlidir. 4, 5, 6, 7 birlashgan ular. Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar hamda viloyat bojxona boshqarmalari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'qon shahrining Parpashabob mahalla fuqarolar yig'inida harakatlanib ketayotgan Gentra avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda, unda qonunga xilof ravishda muomalaga kiritishni ko'zlab olib ketilayotgan psixotrop vositalar borligi aniqlandi. 1994-yilda tug'ilgan shaxs yoni va Gentra ko'zdan kechirilganda Regapen yozuvli 200 dona konvalyutadagi jami 2797 dona dori vositalari olindi. O'tkazilgan sudga oid kimyoviy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, faol tadbirda olingan 2797 dona Regapen dori vositalari tarkibida 839 gram miqdorda pregabalin moddasi mavjudligi tasdiqlandi. 16 ta kasetadagi hatta bog'lanib 12 Ayni paytda 32 yoshli shaxsga nisbatan qonun bilan taqiqlangan ko'p miqdordagi kuchli salbiy ta'sir qiluvchi dori vositalarining erkin muomalasi bilan shug'ullangani uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-prim 1-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari tayinlandi. Unutmang, jamiyat taraqqiyoti, aholi salomatligiga tajovuz qiluvchi giyohvandlik illatiga qarshi ayovsiz kurashiladi. Jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlanadi.